Bismillahirrohmanirrohim. 13-dars. Nasbul fi'lil mudori'i. Muzori fe'lining nasb o'qimoqlik. Ammal fi'lu fayunsabu idha kana qablahu ahadu hadhihi al-ahrufi an, lan, idan, kay. Ammo fe'l o'zidan oldin bu harflardan biri bo'lsa, an, lan, izan, kaylar bas nasb o'qiladi. ولما كانت السلامة من الخطأ في الكلام تتوقف على أن نعرف في أي تركيب يكون الفعل منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا، وفي أي تركيب يكون الاسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. كان من اللازم أن نشرع في معرفة القواعد التي توصلنا إلى ذلك. Har vaqtki gapda xatodan salomat bo'lmoqlik, qaysi tarkibda fe'l nasb yoki jazm yo raf bo'lmoqligini va qaysi tarkibda ism raf yoki nasb yoki jar bo'lmoqlikka bog'liq bo'lganligi uchun lozim ishlardan bo'ldi. Bizni mana bunga yetkazadigan qoidalarni tanimoqlikka kirishmoqligimiz. فالفعل ينسب في 4 مواضع ويجزم في 16 موضعا ويرفع في غير ذلك. فعل 4 o'rinda nasb o'qilinadi va 16 o'rinda jazm o'qilinadi va bundan boshqa o'rinlarda raf o'qiladi. وينسب في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من هذه الكلمات. وفعل bu so'zlardan bir so'zdan keyin tushgan har bir jumlada nasb o'qilinadi. An, nahu yasurruni an tanjaha. Birinchisi an, ya'ni meni xursand qiladi seni zafar topmoqliging deganga o'xshash. Lan, nahu lan yasudal kaslanu. Hargiz dangasa mo'tabar bo'lolmaydi degandagi lan. Idan, nahu izan tablughal majda. Javoban liman qala sa'ajtahidu. Izan, ya'ni bir kishi yaqinda men g'ayrat qilaman degan kishiga javob tariqasida aytadiki, unday bo'lsang ulug'likka yetasan degandagi izan. Kay, nahu ji'tu kay ata'allama, ya'ni bu keyingisi kay, ya'ni keldim ta'lim olishlik uchun degandagi kayga o'xshab. Va ala hazal qiyasu, mana shunga qiyos qilib aytiladi.